Men qaror qildim, ishlab pul topishim kerak. Menga shu yarashadi. O'zimga xos rejalarim bor. Judayam chiroyli rubashkalarimiz kelgan sotuvga. Orqa oldinglarni juda ham chiroyli olib beradi. Materiali jinsovkaga o'xshaydi. Do'konimizda sotilayotganda tugab qolganligi sababli biz yana aytdik va yana mana shu jinsovka materiali yuqagina hibi bo'lgan mana shunaqa turdagi rubashkalarimizdan do'konimizga olib keldik qizlar. Mana polo brendchasi juda ham chiroyli. Orqalaringizni juda ham chiroyli yopib beradi va har xil ranglarda qizlar, qorasi, bardovisi, korичневisi, har xil bardovini har xilidan bor ekan qizlar. O'tgan safar bardovi ranglarimiz tez tugab qolgandi. Mana bu safar har xil bardovilardan keldi. Mana uzungina rubashka so'raydigan qizlarimiz uchun bu. Orqa oldinglarni juda ham chiroyli yopib beradi. Shimlar bilan kiyishga juda yaxshi variant. Materiali ham havo o'tkazadi. Yoz bilan kiysangiz ham bo'ladi buni. Bu rubashkalarimiz bizning do'konimizda 100 ming so'm evaziga berilmoqda. Barchangizni Munira bozor do'konlarida kutib qolamiz. Manzilda adashmangizlar. Manzilimiz yangi do'konlarimizda qizlar. Chaqir stenkadan kirgandagi birinchi hamda ikkinchi do'konlar.